Yaxshi aytib turdingizmi oyijon? Rahmat. Bo'ldi. Endi kelin poshsha. Gap bunday. Soat 5 gacha sasib uxlavermasdan soat 4 da turishni o'rganing. Tez-tez ishlaringizni qiling. Xo'p bo'ladi. Uzr. Mayli. Hali endi kelin bo'ldim-ku. Xudo xolasa ona boladek bo'lib ketamiz. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Uxlayotganingizga bezovta qilmaydim. Nima ovqat qilib qo'ying kechqurunga? Mastava qiling. Xo'p bo'ladi. Go'sht kam bo'lsin. Baribir qo'lingiz shirinmas. Mayli, hech qisi yo'q. Zato erim yaxshi. Chidaymiz. Malika, Labey Baxtiyor aka. nima qilib g'imillab yuribsan? Doktor senga yotgin dedi-ku. Bilaman. Hozir oxirgi ishim qoldi. Shunda tugatib oling. Kirib yotavering, kiraman, xo'pmi? Bo'ldi, bor, kir ichkariga. Oxirgisi emas, kelin. 2 tog'ara somsani kim qiladi? Ertaga gapim. Oyijon, shuni buyurtma qilsak bo'lmaydimi? Belim yomon og'riyapti. Voy. Ey, biz ham 2 xat bo'lganmiz, tuqqanmiz. Hozirgi kelinlarga umuman tushunmayman. Voy xudoyim, ey. Mayli. Chiding. Xudo xolasa tug'sam, nevarasiga mehri tushib qoldi. Munosabatlarimiz yaxshi bo'lib ketar. 2 tog'ora somsa dedimmi? Xudo o'zing kuch ber. Voy, ey, hamma joy o'rsib yotibdi. Bu kelin o'tirgan. Oyijon, kecha nevarangiz uxlamay chiqdi. O'shanga o'zim ham uxlab qoldim. Hozir yig'ishtirib qo'yaman. Nimani hidi? Ha? Uf! Shunaqa ham sassiq bo'ladimi? Ha, kelin deb kim aytadi sizni? Bo'ldi! Jonimga tegib ketding. Bir kun o'ldirib qo'yaman seni, kim deymi? Voy, Baxtiyor, yo'qol! To'ydirib bording! Bog'da olma terdim men, terib yo'lga berdim. Bukish. Ochinglar! Voy doktor, kelinimga nima bo'pti? Xola, xavotir olmang. Keliningiz normalniy, hech qanaqa bizani kasal emas keliningiz. U yillar davomida surunkali charchoq bo'lgan, uni ustiga keliningiz yaqinda tug'ilgan ekan. Ya'ni tug'ruqdan keyin tushkunlik holati, ya'ni depressiya, sizni oxirgi o'sha qozon chochig'ingiz unga oxirgi nuqta bo'lgan deb portlagan. Demak, oilada unga qilinayotgan bosim bor, oilaviy tashvishlar, muammolar u ayolni shu holatga olib kelib qo'ygan. Qanaqa bosim? Qanaqa charchoq? Nima qildi bu charchoq? Bizani davrimizda qanaqa ishlar qilardik, doktor? Olib qoling. Jon doktor, olib qoling shu kelinimni. Men keliningizni olib qola olmayman, bu psixiatriya больницасida olib qola olmayman. U psixiatrik kasallik emas. Demak, surunkali charchoqdan kelayotgan portlash xolos. Hozir keliningizga faqat nima kerak? Mana men yozib beraman. Kun tartibi o'zgarishi kerak. Unga g'amxo'rlik kerak. Ozgina yordam bering. Agar yordam bera olmasangiz, onasiga bering. Birovni qizi bu qiz. Yaxshi aytdingiz. Onasinikiga jo'natib yuboraman. Voy Baxtiyorjon, bolamga boshqa kelin topaman.